GCB kompaniyasi bilan uzoq vaqtdan beri ishlab kelamiz. Mana shu texnikalardan agar adashmasam, kamida mana shu 6 ta 7 ta har yillari qo'shib olganmiz. Mana shu yillar davomida mana shular tinimsiz ishlab keladi. Eng kamida bir oyda 24 kun ishlaydi. Eng kamida. Eng kamida, keraksa 2 ming ham ishlatganmiz. Sezon paytlarida. 2 ming ishlatganmiz. Mana shu paytgacha hali o'sha dvigatel chaslarini va hadovoy chaslarini hech qaysini ochgan joyimiz yo'q. Faqat moy filtrlar. Faqat moy filtrni almashtiramiz. Ha, bo'ldi. Unaqa katta remontlar qilgan joyimiz yo'q. 9 yil bo'libdi shu texnikalar, masalan, buni sheriklari ham bor deyapsiz, hozir ishda ekan ular. Ha, shunday. Uni katta remontlar bo'lgan. O'zi iqtisodiy jihatdan ham mana sizda ko'p anaqalar bo'lgan, texnikalaringiz bo'lgan. Menimcha ekonomik ham bo'lsa kerak, salarkalarni boshqasini. Albatta bular salarka yoqishlari ham, ekonomik, moylari ham sal kamroq ketadi. Shu filtrlari boshqa texnikaga qaraganda sal kamroq qo'yiladi. Lekin umuman qaraganda boshqa kompaniyalar texnikasiga qaraganda ishlash tezligi ham yaxshi. Ishlash eng muhimi ishlash. Eng muhimi manevrlari yaxshi. Manevrlar. Mana shu orqasida mana 0.25 kublik bana kavushi bor. Mana shu qazishlar agar boshqa texnikalar bir kunda misoldagi 100 metr qazsa, yaxshilasangiz 200 metr 250 metr qazib beradi. Demak 50% dan ko'proq 2 barobarga yaqin. Yana yaxshi tomoni oldida mana 1 kublik kavushi bor. Kerak narsani o'zi surishi. Bu faqat pokrovchi emas-da bu. Qarang, ham grederi ham bor mana. Ana shuning uchun biz mana shu 16-yil bo'layotgan bo'lsa, mana endi 9 yil bo'lyapti. Mana holatini ko'rib turibsiz mana. Yengida turibdi. Yangida turibdi. Baraka topsin haydagan odamga, otasiga rahmat. Shuning uchun albatta rahmat deyishimiz kerak buni ishlab chiqaruvchilarga, sotganlarga ham. Rahmat. Bundan keyin foydalanganlarga ham. Bundan keyin xudo xolasa bunaqa texnikalar ko'proqni olaylik. Xalqimizga ko'proq xizmatini qilsin bular. Rahmat. Mana shuning uchun katta rahmat sizlarga. Yana savollar bo'lsa marhamat beravering. Mana mijozlarga nima deysiz? Olishsin shu texnikadan. Bizning mijozlarimiz albatta buni olsa baraka topadi. Baraka topadi. Bizni mana shu iqlimimizga ham to'g'ri keladi. To'g'ri. Mana shu yil kiribsa mana 40 gradus issiqlarda ham yaxshi ishladi. Yillar tomonidan sinalgan GCB texnikalarini mana oqsoqol mijozimizga baraka topgan odamlardan bittasidan intervyu olamiz. Jizzaxda hamma taniydi akamlarni. Tashkilot nomi Fayz Kommunal qurilish. Fayz kommunal qurilish.